Ukam, shu nogiron xotining yo'qot. Aravachaga mixlanib qolganiga 8 oy bo'ldi-ya. Ko'chani ham ishini o'zing qilasan, uyni ham ishini o'zing qilasan. Beling to'la bola, hali farzandli bo'lishing kerak. Baribir bu senga tug'ib bera olmaydi. Endi buni hayot deb qo'yibdi. Boshqatdan oila qurasan. O'zim senga kelin topib beraman. Odam bo'ladigan bo'lsa, allaqachon bo'lardi. Jigarimsan, jonim achiydi-de. Ayolimni soppa-sog' payti men unga uylanib hayot yo'limni bog'laganman. Sog'lom bo'lib menga xizmat qilib yurgan paytida yonida bo'lib, kasal bo'lib qolgan paytida tashab ketamanmi? Buni hammasi sinov. Sinov esa bir kun kelib albatta tugaydi. Qiyin kunida yaqinlaridan o'zini chetga tortadigan nomard odam emasman. Men uni xudo xolisa albatta oyoqqa turg'izaman.